Assalomu alaykum. Demak, kelin bo'lib tushgan uyimizda ko'pchilik edik va umumiy olganda biz alohida bo'lib chiqishimiz kerak edi. Oijonni bitta taktikalariga hali ham besh ketaman. O'sha paytda ishga joylashganimda, birinchi oyligimni oijonga olib kelganimda, yo'q, sizlar endi alohida oilasizlar, sizlarni o'zinglarni oilani boshqarish, pulni jamg'arish, yo'linglar bo'lishi kerak, alohida pul yig'ishni o'rganishinglar kerak. Xullas, o'zinglarni pulinglarni o'zinglar taqsimot qilishni o'rganishinglar kerak deb birinchi olganlar, duo qilganlar, keyin yana qaytarib berganlar. Keyin men xo'jayinimga berganman. Xullas, shunaqa perspektivada biz dadamanga ishga kirganman, yangi ishimga. U yoqda bosh menejer assistenti bo'lib ishga kirganman, yordamchisi bo'lib ishga kirganman. Va ikkinchi bo'lib chiqishimizga ham yaxshi kapital bo'lgan.